Oylik to'lov $250 dan mana shu 2017-yil ishlab chiqarilgan Sparkimiz halollashib savdoga berilyapti. Akalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Yili 2017 akalar, ko'rib turgan bo'lsanglar, mashina holati juda ham yaxshi ekan aytyaptilar. Motor ходовой korobkada hech qanaqa ish yo'q. Keladi, o'tiradi, minadi deyaptilar. Holat har qatda yaxshi. Eshitib chiqmasa o'zim ham haydab yuraman deyaptilar akalar. Katta motor akalar, faralari yaxshi holatda, balon holatlari juda ham yaxshi akalar, qaranglar, protektorlar shuni ajratib turishini. Vetraviklari bor akalar. Salon qismiga kiradigan bo'lsa akalar, yaxshi chexollar, po'riklar yaxshi holda, o'zini ham bunaqa rollari 251 ming probekda akalar, mashinamiz mexanika konditsionerlarigacha bor akalar, xudo xolasa. Tarpetgan ustiga yaxshi chexollar, tepada Bradwaylarni ham yaxshisidan qo'yib qo'ygan ekanlar, xudo xolasa. Mashina holati zo'r akalar. Zo'r. Orqasida eng g'amlisi metan gazlarigacha bor akalar. Akalar, mashinamiz Toshkent shahar va Toshkent viloyatiga beriladi. Kraskalariga keladigan bo'lsa, egalariga telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi aka. To'g'ri, sizda bitta savol tug'ilishi mumkin. Nega tablosi eski akalar? Tablo yengilari akalar 2018-yilda ishlab chiqarilgan ekan akalar. 2017-yilda avtomatlarda, lekin tablolari mana shunaqa o'zgarib chiqqan. 2018-yilga kelib mexanikasiga ham o'sha yangicha tablodan qo'yishni boshlashgan ekan. Xullas, mashina holati juda ham yaxshi. Boshiga $1000 berasiz. Oylik to'lov keladigan bo'lsa $250 dan bu yog'ini egalariga telefon qilib batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi akalar. Xullas, tegir egalar nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa yaxshi Spark qidirgan o'rtoqlarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin akalar, joninglar sog' bo'lsin. O'zinglar ehtiyot qilasiz.